Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga iskelet degan o'yinning qoidasini tushuntirmoqchi. Bu o'yin tutishdan o'ynab boqadimlarga nisbatan bek oddiy. Bu shu o'yin tutish bu o'yinda qoidasi. Biz buni o'zimiz bekcha o'ynaydiq o'yin tutishni o'zim bek yaxshi ko'radim. Hamda buningga bu o'yinda o'yin tutishning qoidasi sal o'xshamaydi. Burunqi bizning o'ynaydigan o'yin tutishimiz 2-2 tirkishatdik. Onun keyin har xil ishoratlarni qilib, undan keyin tarqatgan kartamızga qarab, undan keyin bu qo'l o'yin nima deb shunaqa o'ynaydik. Buning asos qoidasi o'xshaydi, lekin ba'zi o'xshamaydigan yerlari bor. Undan keyin bu o'yin tutish tipidagi mush o'yinlarning eng yaxshisi deb o'ylayman. Buning har xillari bor o'yin tutishlik. Chunki buningda qoida bekchaq. Nihoyatda mo'l qoida bor. O'xshamaydigan qoidalar bor, o'xshash bir quti o'yinning ichida. Bu qoida qo'llanmasimi 27 betga, bu bunchalik kichik o'yinga nisbatan 27 betlik qoidaga nihoyat uzun bo'ldi. Amaliyot test emas, lekin shu numara hisoblash, undan keyin har bir xil kartalarning alohidligini tonishtirish degandek o'xshamaydigan qo'shimcha qoidalar bor. Hamda buni siz qo'shib o'ynasangiz bo'ldi, qo'shmay o'ynasangiz bo'ldi. Biz qo'shib o'ynab vaqtda o'yin vaqti sal uzrab ketilgan, shunga biz asosan hozir o'ynasak shu eng oddiy qoidasi bo'yicha o'ynaydigan bo'ldik. Buni men hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Shunga men hozir tushuntirmoqchi bo'lgan bu qoidam bu o'yinning 100% to'g'ri qoidasi emas. Faqat o'zimizga mos keladigan ham tez o'ynab bo'ladigan bir qoida. Albatta qolgan qoidasini men o videoning keyinda sizga tunishtiraman. Bu o'yinda qanday qutimiz degan vaqtda o'yin tutib agar bu o'yinni tutgan bo'lsak, nomerga erishimiz. O'yin oxirlashganda kimning nomerini chiqib chiqadi. Bu o'yindagi kartalar 6-7 xil o'xshamaydigan karta bor. Masalan, menda qizil pichoqning belgisi bor, yo qilish bo'lmaydi. Shuning belgisi bor kartalar dengiz qaraqchisi. Buning ayrim tushuntirma. Undan boshqa seriq, yeshil, ko'k, mana binafsha rang, undan keyin qora, yana qizilmi bor, qizilni tushunib bo'ldik. Asosli 4 xil, undan keyin dengiz qaraqchisi, undan keyin qaranlık bir iskelet var, mavi adam bilak, bunu millet tanıştırma. İskelet şabı kaçıp gitti. Tupağın şeyini koş ne? Ma iskelet şabı. Bu oyunda asas rengden mavi tut kılıma. Siyrak yeşil binepçiram. Ona diken qara. Muşqul 4 xil rangli bo'lgan xulosada qora rangli karta, har qanday vaqtida qora rangli karta o'yin kesadi. Buningda turib, to'z, undaq degan narsa yo'q. Mush qarisilik kesadi, boshqasi kesmaydi. Qora rangli kesmaydi, mushlik kesadi. Undan keyin undaq ko'k rangli bir kiyimining oq bayroq. Ko'k rangli kiyimining bir bayroqli bir karta va bu qechishni bildirdi. Mush qattam o'yindan qochadiganligini bildirdi. Ondan keyin miyada necha xil o'xshamaydigan personajlarning kartalari var. Masalan, mavi shu ismi izohlab miyada iskeletcha. Undan keyin mavi qizil avayma tanishtirib o'tgan yaxshi dengiz qaraqchisi. Bunda ko'k rangligi bu adam bilan. Bular nimani bildirdi deganda, bularmi o'xshash o'yin kesalaydi. Lekin bularning darajasi qardan yuqori. Shunga hesapda qara gerçi kesalaydigan bo'lsa-mu, agarda mavi 3 xil karta maydonga tushgan vaqtida qarnim kesatadi. Shunga bular bekrak kuchli. Lekin bu uchisining orasida bir-birini yeydigan munosabat bor. Masalan, iskeletcha dengiz qaraqchisini yetalaydi. Bu bundan yuqori deyilgan. Dengiz qaraqchisi odam bilan yetalaydi. Odam bilan iskeletchani yetalaydi. Shunga bu uchisi mundaq şu projektlik bir-birini yeydigan munosabatda. Mamadan yaman. Bunu mu ile ayrım tushundirma. O'yin boshlagan vaqtimizda eng oldi bilan biz qancha qo'l o'ynaydiganimizni belgilashimiz kerak. Hamda o'yin qoidasi bo'yicha bir qo'ldan 10 qo'lgacha o'ynasalar bo'ldi debdi. Bu o'yinning 2 qadam 8 qadamgacha o'ynasi bo'ldi. Menimcha 10 qo'l bek uzun bo'lib ketdi. Biz odatda o'ynagan 5 qo'l o'ynaymiz. Undan keyin har bir qo'l boshlagan vaqtimizda har bir o'yinga chiqib mush qo'lning soniga teng kart taqdimiz. Masalan, adamın qo'shib qo'ray. Masalan, birinchi qo'l
bo'lganda biz 3 odam o'ynaydigan bo'lsak ekan. 3 tal 3 odamga taqdimiz har birimizga bir tal karta masalan 1 3. Undan keyin shu qo'limizga karta qarab biz ma'qulda qanchalik o'yin tuta oladiganimizni qiyos qilamiz. Bu endi o'yin tutishga o'xshamaydigan bir yeri buning nomer hisoblaydigan vaqtida. Buni qiyos qilsiz har qo'l. Agar to'g'ri qiyos qila olsangiz, nomerga erishsiz. Men yana bir nomer deb turib, mishaga yozib qilsangiz bo'ldi. Bu bek menga nisbatan bu bek tovarchilikka shu men shunday boshqa narsa bilan ifodalayman. Masalan, mendaq seriq narsa bilan yoki bunday narsalar bo'lmasa, quruq uzum, qoq, kompyuter bu narsalarni ifodalasangiz bo'laveradi. Ishqilib shu buni yozib o'tirish menga qo'shilmaydigan ancha. Shuning bilan men masalan hozir mening ma'qul qo'limda nima 14. Qarning 14. Bu abay deyishni unutib qo'yma. Buning eng kichigi 1, eng cho'ng nomer 14. Shunga menda hozir bu kesilganning eng cho'ng chiqdi degan gapda. Uning degan agarda mana men deganga o'xshash 20 nomer deb qo'shib. Agarda men o'yin tutib ham mush karta menda bo'lsa, shu o'yin tutganligim uchun bir belgiga erishma, bu belgi 10 nomerni bildirdi. 10 nomerga erishma. Undan boshqa agarda mush 14 nomerlik har bir rangning 14 nomerlik kartasi bor. Buning ichida mush qarninki eng yuqori. Qarning 14 menda bo'lsa, men yana 20 nomerga erishma. Unda olganda men shu abay degan o'xshash mandaq belgidan yoki kompyuteringizdan yoki quruq uzumingizdan 2 ortiq erishib, jami mush kartaning o'ziga 20 nomer, o'yin tutganligimga 10 nomer, jami 30 nomerga erishmak kerak. Bu masalan endi almashtirsak, masalan menga chiqdi. Shuning bilan men buni tushdim. Bu qo'l o'yin nima bo'ldi? O'yinni qara, mush kesilgan bo'ldi. O'yinni qara degan. Matrib buning taliga qopdi bu dengiz qaraqtisini tushdi. Bu dengiz qaraqtisi abi men tushuntirib o'tganga o'xshash. Shu kesilgan kartadami yomon. Shunga bu meni kesib o'tdi degan. Undan keyin ma o'yiniga chiqib kelganda bu qari chiqibdi, lekin birsiga buning nomeri mendan tuvan. Yana birsiga bu dengiz qaraqtisi olgan uchun bu biraqla bizning kesib o'tdi hisobda. Shunga bu o'yinga bu erishdi degan buni olib qo'yamiz. Agarda men bu qo'l bir o'yinni kesalayman, bir o'yin ola olmayman deb qiyos qilgan bo'lsam, lekin men olamadim. Bu kesib o'tdi. Shunga o'yinning qaysi bo'yicha mendan 10 nomer tortilish kerak. Unda olganda lekin menda hozir 1 nomer yo'q-da. Unda olganda men tortilmaydi. Agar menda ras masalan abayqada 3 nomer olgan bo'lsa, men cho'qim birini qaytarib o'tishim kerak. 10 nomer tortilish kerak. Agar bunday narsalar bo'lsa, men yoqqa yozishingiz kerak har bir qo'lda-chu. Shu 10 nomer tortildi, mana nomer qo'shildi deydi. Agarda ma taraf bu men bir o'yin ola olmayman deb qiyos qilgan bo'lsa, ma qiyos qildigan ma kartlarni har bir navbat boshlagan har birimizga beramiz. Taqdimiz bu yerda jami har 8 rangga yetgan kart bor. Bu agarda menda qiyos qilgan bo'lsa, unda olganda bu qadam xuddi ola oldi. Bu ola olgani uchun to'g'ri qiyos qildi birni. Buning 10 nomer, abayqi ma 14-nomerlik kesilgan kartda bo'lganligi uchun buning yana 20 nomer jami 3 tal o'yin qo'shildi degan. Buni qilib bo'lgandan keyin masalan birinchi qo'l oxirlashdi, ikkinchi navbatga keldik. Ikkinchi qo'lda har birimizga 2 karta taqdimiz. Undan keyin qo'limizga karta qarab, abayman deganga o'xshash 14-nomerlik karta, lekin bu kesilgan bo'lmaganligi uchun faqat 10 nomerlik qo'shildi. Ma'u 20 nomer qo'shildi, chunki bu bekaman. Shuning bilan men yana qiyos qilib, men yana bir o'yin tuta olmayman deb qiyos qildim, chunki menga 2 kartning nomeri xil yuqori. Unda olsa yana men boshlaydi. Bu men boshlsam bo'lmaydi. Abay o'yinni bu tutganlik uchun bu boshlaydi. Masalan, bu yeshilning 7-ni tushdi. Hamda bu yeshil mushqul o'yinning rangini bildirdi. Hamda o'yin tushib o'ynab baqanlar manglar bilsalar, buning rangi tushgan shu o'yin bo'lgan kartni cho'qim tushishingiz kerak. Agar qo'lingizda yeshil bo'lsa, mayli nomeri cho'ng bo'lamdi, kichik bo'lamdi, cho'qim tushishingiz kerak. Agarda qo'limda yeshilmi bor, qarim bor degan ahvolda siz yeshilni saqlab qo'yib, qarini tushib kesman desangiz bo'lmaydi. Bu o'yinning qoidasiga xilof. Shuning uchun yeshilni tushishingiz kerak. Lekin agarda sizda abayqa o'xshash dengiz qaraqtisi, odam biliq yoki iskilicha bo'lsa, bu holatda yeshil bo'lamdi, bo'lmamdi qo'lingizda shuni tushib kessangiz bo'ldi. Chunki men o'yinga keldik. Buning qo'lda, masalan, mana holatda buning qo'lda yeshil yo'q. Unda bo'lsa bu 2ni tushib kesdi. Kesdi bo'ldi. Endi men kelganda menda yeshil bo'lganligi uchun men cho'qim yeshilni tushishim kerak. Shundan buni tushdim. Lekin men nomerim yuqori bo'lgani bilan, lekin bu kesib o'tganligi uchun men o'yingacha. Shunga bu o'yin buni ketdi degan. Agarda bu abay men bir
bir o'yin ala olaman deb qiyos qilgan bo'lsa, unda olganda bu to'g'ri ala olgani uchun o'yinni 10 numar, undan keyin 14 nomerlik karta bo'lgani uchun yana 10 numar qo'shib 20 numar yashidi. Men abay birini olaman deb qiyos qildim, lekin olmaganligim uchun yana 10 numar tortildi degan. Albatta buni hozir qilmaymiz, chunki qo'limizda yana bir karta bor. Ellikqa buni tushib bo'lgandan keyin, undan keyin oxirgi o'yinni hisoblaymiz. Masalan, abaqadagi ahvol olgan bo'lsa, agar davomli o'ynagan bo'lsak, o'yinni men olganlik uchun bu ma'ni tushadi. Bu so'zlanlik 10 numar men tushuma, bundan yuqori shunga buni olgam kesken bo'lmaymi, lekin bundan yuqori olgan uchun mening elish ehtimolligim bor. Lekin ma taraf ma u qaçılğan ma kiyimining qarsini uchdi, bu qaçdi bu demek çoğunu men bu qo'l olmayman dedi. Şuna bu qo'lda men 13 numar bilan olgan bo'laman. Şuna men to'g'ri qiyos qilgan bo'laman. Şuna 10 numaraga erishiman. Şu o'yin mushtaraqi davomlashadi. 3-navbat kelganda har birimizga 3 ta kart taqtidi. 4-navbat kelganda 4 ta taqtidi. 5-navbat kelganda 5 ta taqtidi. Har bir qo'lda qilgan ishingiz kartlarni qarab chiqqandan keyin qanchalik o'yin tuta olaman shuni qiyos qilasiz. Qiyos qilib bo'lgandan keyin oldin qatam o'yin tutgan odam o'yin boshlaydi. Agarda tushgan rangiga o'xshash karta bo'lsa, shu tushsiz. Agarda bo'lmasa qora bilan kessangiz bo'ldi. Undan keyin agarda shu nim bo'lib qolsa, qo'lingizda shu abayqa 3 personajdan bir so'p qolsa, u nima tushib qarni kessangiz bo'ldi. Lekin unutib qolmang, shu 3 xil personaj bir-birini yeydigan bir munosabat bor. Shuni unutib qolsangiz bo'lmaydi. Undan keyin bu o'yinning qo'shimcha qoidasi agarda qiziqsangiz, texnik murakkablashtirib o'ynayman deydigan ish bo'lsa, bu o'yinda shu texnik keskin bir numar hisoblaydigan qoidalar bor. Buni endi men tunishtirib o'tmayman, chunki o'zimiz o'ynab boqmadik. Bularning qoidasini ko'rib bo'lgandan keyin men bek murakkab his qildim. O'yinning o'ynash ritmini bek aslashtirdi ekan. Yana bir bo'ladigan bir qoidasi shu 5 xil dengiz qaroqchisining har birisining o'xshamaydigan bir rollari bor ekan. Buni agar qiziqsangiz qo'shib o'ynab boqsangiz bo'ladi. Bo'lmasa men hozir tushuntirgan qoida bo'yicha o'ynasangiz, menimcha eng tez, eng qiziqarli ham shu o'yin tutishning burunqi ham shu oldidan chetnab ketmaydigan bir o'ynash usuli bo'ldi-ki, shunga shu qoidani tavsiya qilaman. Ko'rganingizga rahmat. Kelayki videolarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.